Yo'ldosh shakllanishida dastlabki a'zolarning roli. Umurtqali va umurtqasiz hayvonlar rivojlanishi misolida embriogenez xilma-xilligining filogenetik asoslari mavzusini ko'rib chiqamiz. Mavzu quyidagi rejalardan iborat bo'ladi. Birinchisi embriogenez va dastlabki embrion qatlamlari. Ya'ni zigota, blastula, gastrula, ektoderma, endoderma va mezoderma qavatlarini ko'rib chiqamiz. Keyingisi dastlabki a'zolarning shakllanishidagi roli, har bir qatlamdan hosil bo'ladigan organlar va ularning ahamiyati. Uchinchisi umurtqali va umurtqasiz hayvonlarda rivojlanish, ya'ni rivojlanishdagi o'xshashlik va farqlar, oddiy va murakkab rivojlanish. To'rtinchisi embriogenez xilma-xilligi va filogenetik asoslari, ya'ni ontogenez va filogenez bog'liqligi, evolyutsiyani ahamiyati va shu embrionni qanday rivojlanishini ko'rib chiqamiz. Embriogenez bu organizmning bosqichma-bosqich shakllanishi bo'lib, eng muhim bosqich qatlamlar hosil bo'lish hisoblanadi. Ya'ni dastlab zigota hosil bo'lgandan keyin maydalanish bo'ladi. Maydalanishdan keyin blastula hosil bo'ladi. Blastuladan keyin gastrula bosqichiga o'tadi. Gastruladan so'ng organogenez, ya'ni yetuk organizm rivojlanadi. Ya'ni zigota urug'langan tuxum hujayra. Bo'linish hujayralar bo'linib ko'payishi. Blastula ichida o'sha shar ichida bo'shliq. Ichidagi bo'shliq shar. Gastrula qatlamlar hosil bo'ladi. Organogenez a'zolar shakllanadi. Gastrula ko'p hujayrali hayvonlarning gastrulatsiya davridagi murtagi hisoblanadi. Birinchi bo'lib rus biologi Kovalevskiy ta'riflab bergan. Gastrulatsiya tushunchasini fanga Gekkel kiritgan. Odatda erta, o'rta, so'nggi gastrulatsiya davrlari bo'ladi. So'nggi gastrulatsiya davrida embrion 2 tashqi ektoderma va ichki endoderma qavatlardan tashkil topgan bo'ladi. Ko'p hujayralilar, ya'ni g'ovak tanlilar, bo'shlig'ichlilar va shularda mezoderma qavati ham shakllangan, ya'ni 3-qavat. Birlamchi og'izlarda 3-qavat teloplastlardan vujudga keladi. Ya'ni ikkilamchi og'izlilarda mezoderma materiali birlamchi ekto va endoderma tarkibiga kirib, ulardan gastrulatsiya davrida ajralib chiqa boshlaydi. 2 qavatli embrion gastrulaning kashf etilishi hayvonot dunyosi taraqqiyotining umumiyligini isbot etishda katta ahamiyatga ega. Gastrulatsiyadan keyin organogenez jarayoni sodir bo'ladi. Asosiy organlarning shakllanishi 8 haftaga yaqin davom etadi va shu davrda asosiy organ tizimlari, masalan, yurak, miya, umurtqa pog'onasi rivojlanib, faoliyat ko'rsata boshlaydi. Organogenez jarayonida 3 ta asosiy embrion qavatdan ektoderma, mezoderma, endoderma 3 haftadan keyin organlarning boshlang'ich shakllanishi kuzatiladi. Bu jarayon gastrulatsiyadan keyin boshlanadi. Embriogenez bosqichlari urug'lanish davridan to tug'ilgungacha bo'lgan davr bo'lib, ya'ni zigota hosil bo'lishi, blastula, gastrulatsiya va neyrula bosqichlari rasmda keltirib o'tilgan. Embrion qanday hosil bo'ladi? Dastlab urug'lanish sodir bo'ladi. Erkak va ayol jinsiy hujayralari gametaning qo'shilib yangi sifatli hujayra zigota hosil bo'lishiga urug'lanish deyiladi. Shunday qilib, urug'lanish jarayonida spermatozoid tuxum hujayraga ota organizmning irsiy belgilarini saqlovchi yadrodan tashqari sentrosoma va mitoxondriyalarni ham olib keladi. Bir qavatli embrion pusht blastulaning 3 qavatli pusht gastrulaga aylanishi gastrulatsiya deb ataladi. Gastrulatsiya usullaridan yana biri invaginatsiya, ya'ni ichga tortilish. Invaginatsiya e'tibori shundan iboratki, blastulaning bitta yarim shari tortilib, ikkinchisini ichiga kiradi. Natijada shar o'rniga qo'sh devorli kosaga o'xshash hosila hosil bo'ladi. Tashqi qavati, tashqi embrion varag'i birlamchi ektoderma, ichki qavati esa birlamchi endoderma deb ataladi. Embrionda odamga xos xususiyatlar shakllanadi. Mana shu davrda rivojlanish jarayonlari juda tez bo'linadi. Moslashtiruvchi mexanizmlar hali rivojlanmagan bo'ladi. Shu sababdan ham embrion zarar yetkazuvchi omillar ta'siriga juda ham sezgir bo'ladi. Embrionning rivojlanishi kislorod yetishmovchiligi, haddan tashqari qizib ketish, mikrob, alkogol va boshqa moddalar izdan chiqarib, uni halok bo'lishiga yoki kemayib majruh bo'lib qolishiga olib kelishi mumkin. Embrionning o'zida shakllanib paydo bo'ladigan a'zolar bilan bir vaqtda uning rivojlanishi uchun yordamchi a'zolar xorion, amnion, allantois va sariqlik xaltachasi juda ham katta rol o'ynaydi. Xorion
yoki vorsinkali parda homilaning pardasini hosil qiladi va amniotik xalta hamda sariqlik xaltalari bilan birgalikda uni o'rab turadi. Teri epiteliysi va uning unumlari: soch, jun, tirnoq, yog' bezlari, sut bezlari, og'iz bo'shlig'i, shilliq pardalari va bezlari qoplovchi epiteliyning bir qismi. Siydik chiqarish va urug' chiqarish yo'llari epiteliysi teri ektodermasidan rivojlanadi. Demak, mavzumiz shu bilan yakuniga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat.